Assalomu alaykum. Assalamu do'stlar. Charchamayapsizlarmi? Mana talablarga binoan kecha Toshkentga kelgandik. Kardavanni ham bir ko'rib qo'yaylik dedik. Mana do'stlar, shu bu yilgi eng zo'r ishlagan oilalarimizdan biri. 5-6 ta oila zo'r ishlagan. Shulardan bittasi. Ko'rib turganlaringdek cho'tki oqartirib yopib tashlashgan. Endi hozir buni ramkalarini olib ko'rsatay desam, birorta sherigi ham yo'q. Videoga olib turadigan. Shuning uchun o'zim iloji boricha tepasidan oldim. Mana shu holatda mana do'stlar. Bu ari Toshkentda turibdi. Yunusobod bilan Qibrayda o'rtasida. Mana shu holatda ishlayapti. Aytganimdek, mana arini turida farqi yo'q ekan. Kardavan ham bolaga, ham asalga cho'tki ishladi, xudo xolasa. Endi buni asalni ham olishimiz kerak shu kunlarda. Ko'ramiz endi. Qaysi kunlariga vaqtimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha kunlari olamiz. Nasib bo'lsa. Mana bu yashigimizda karnikalar bor. Bunda karnikalar yaxshi ishlamadi unchalik. Asali ham pashti yo'q hisobi. Mana bo'ylamizdagi o'tgan yili eng zo'r ishlagan oilalarimizdan. Lekin bu yil buni enasi qarib qoldimi? Cho'ta zo'r ishlamadi deyman desam yo'q. Mana уже bir haftada, o'tgan hafta qaraganimda ham bunchalik chiqarib tashlamaganimda. Bularni bitta ramkasini olib ko'rishim kerak, lekin ilojim yo'q. Hozir sizlarga ko'rsata olmayman. Chunki telefonni ushlab turadigan odam yo'q. Bu ham yaxshi mana, xudo xolasa 1 2 3 4 5 6 7 8 ta ramkada. 8 ta ramkadan 1 2 3 4 5 5 tasiga asal yig'ibdi-da. Mana bu oilamiz bo'lsa, erta bahordan beri rosa rasplot berdim. Ja unaqa ko'payib ketmagandi, lekin bu oilamiz ham mana ko'rib turganlaringdek o'tgan haftada nariga oilaga o'xshab unchalik asali ko'p emas edi, lekin oqartirib anchagina ishlab qo'yibdi, xudo xolasa. Bir hafta oldin ham bunchalik emas edi. Mana bir haftada уже mashincha u yoq-buyog'iga chiqarib tashlabdi. Yaxshi, yana 1-2 hafta kutamiz bularni, xudo xolasa. Keyin olarmiz asalni, lekin asalda hidi kelib ajoyib. Anaqani yashigini ochishingiz bilan hidi dimoqqa urilyapti. Ishtahani ochadigan darajada. Narigi yashigimizda nukleus 6 ta oilamiz o'tiribdi. Ular ham asal anchagina yig'ib qo'yishgan. Xullas shunaqa do'stlar. Hozir olishga harakat qilib ko'raman, olsam ko'rsataman. Bo'lmasa xafa bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Shu buni bir qo'llab ololmasam ham kerak.
Mana shu yerdan ko'rinsa, mana qaranglar do'stlar. Asalni quyib qo'yishgan. Oxirgi ramkasiga ham. Buni ham sekin-sekin 1-2 haftada yopib olishadi. Xullas mana shu holat. Endi bularni asalini olganimda video qilib, xudo xolisa tashlayman. Ko'rasizlar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar.